Dostlar, mən 2 tal tuxumdan faydalanıp ailədə addi həm yeyişlik bolğan Gaudiya yetiş usulunu elib gəldim. Bunu qandaq etdim ki, birlik görüp baxamdıq. Əmsi etishni başlap ketdim dostlar. 2 tal tuxumumuzni chiqib olgandan keyin bək aralashtirib elib bununğa azroq miqdorda 1 piyal suv qo'yib oldim dostlar. Suvni qo'yib olgandan keyin yana aralashtirib olamiz. Tuxumning ko'pigi chiqqancha aralashtiramiz dostlar. Aralashtirib qilib olgandan keyin yarim qo'shiq atrofida tuz selib oldim. Buni yana bək aralashtirib qilib oldim. Ondan keyin 1 piyola un qo'yib oldim. Uni bək aralashtirib chelib olamiz dostlar. Bunu chelib qilib bo'lgandan keyin undan munakchilar tukkicha aralashtirib olamiz. Aralashtirib olgandan keyin bir taxsiga may qo'yib maylab olamiz. Buni maylab olishimizga sabab Gaudiya men chaplashib qolmaydi va dirang chiqadi dostlar. Buni maylab bo'lgandan keyin to'kib olamiz. To'kib biroz aralashtirib buni mayga aralashtirib o'tamiz dostlar. Ko'rib ishlayotgan do'stlarga rahmat. Yurtqinlarni, gullaringlarni aymab berib qo'yishinglarni umid qilaman. Bundan keyin mushta oddiy usulda tamoq et bambarlab turman. Gaudiya men pishqash do'stim, biz ketarlik materiallarni tayyorlashtiraylik. Bu ketarlik materiallardan yumg'oq sut, xonga, doyalarni pishirib tayyor qilib oldim. O'zimizni yoqtirish bo'yicha mushta tayyor qilib olsak bo'ldi. Endi 3 tal samsoqni chanab musholatda ezib oldim. Undan keyin uyda 1 piyol kegdek ochiq suv bor ekan, buningga 1 piyol suv qo'yib, ozroq tuz selib etib, lazochiqlarni tashib oldim do'stlar. Mana Gaudiya menlarim pishib tayyor bo'ldi. Mana qaranglar, shunda yeyishlik ham dirang chiqibdi mana. Ham kesishga boshlab ketdim. Kesib olgandan keyin buni ratlik bir qachimizga elib olamiz. Elib mush usulda mana ratlik saylarimni tizib oldim. Ochiq suvlarni to'kib, to'piga ozroq rang berish uchun yumg'oq sutni selib etdim. Yumg'oq sut yoqtirmaydiganlar ochiq suvlar izlanmaysanglar bo'ldi ekan mana. Qaranglar do'stlar, o'xshabdimi? O'xshagan bo'lsa gullaringlarni